Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli do'stlik qishlog'ini aholisi, hurmatli do'stlik qarinli fondini qo'llab kelayotgan birodarlar. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Esingizda bo'lsa, biz birodarlar o'zimizni shu do'stlik qishlog'idagi jome masjidini yonidagi mozorni video qilgan edik. Qabristonga kelsak, shu loy bo'lib qolyapti yoki bir insonlarga qandaydir bir yengillik bo'lsin, shunaqa bir naves qilib to'saylik degan maqsadda video chiqargan edik. Alloh rozi bo'lsin, mana bugun bitirdik, alhamdulillah. Bu narsa albatta sizlarning yordamingiz bilan bo'ldi va bu yerda xizmat qilgan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. O'z mehnatlarini ayamasdan, vaqtlarini ayamasdan menda xizmat qilishdi. Va yana bitta birodarimiz bor, o'z vaqtini ham ayamadi. Bu yerda boshidan oxirigacha turib, qanday bir material bo'lsa, o'zlari xizmat qildilar. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Biz bugun nima uchun video chiqaryapmiz? Biz har bir videomizni video murojaat qilganimizdan keyin rezultatini aytamiz. Manaqcha aytganda, mana shunday ish bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin, bugungi kunda bu ish qildik, hammamiz birgalikda qildik va bu ishimiz juda ham ko'plagan birodarlarimiz uchun yordam bo'ladi. Mana bu yerga mashina bilan kirib kelsa ham üstü bekik, hech qanday bir yomg'ir tegmagan holatda turadi degan maqsadda qildik. Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo qishlog'imizni, dindoshlarimizni yordam berayotgan birodarlarimizni o'zi jannat bilan siylasin. O'zi har birimizga go'zal amallarni qilishligimizni nasib etsin. Qishlog'imizda, yurtimizda hech qanday bir muhtoj insonlar bo'lmasligini Allohdan so'rab qolamiz. Alloh taolo barchalaringni oilangizga o'zi xotirjamlik bersin. Ota-onalariga uzoq umr bersin. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bizni videolarimizga befarq bo'lmanglar. Inshaalloh biz bu yerda steyashga qilib aytib beramiz deganmiz. Hali unisi ham bo'ladi. Albatta to'liq отчетimizni beramiz sizlarga. Bizni videolarimizga befarq bo'lmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.